Assalomu alaykum YouTube qatnashchilari. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlarga bilasizlarmi, unutilib ketayotgan milliy taomlardan sudratma, Samarqand zonasiga sudratma deymiz. Endi boshqa bir rayonlarda boynagi g'ilmendi ham deyishadi. O'sha g'ilmendini boynagi tayyorlashni ko'rsatmoqchiman. Endi bunga bizlar ishlatadigan narsalar, bizlarga kerakli mahsulotlar. Birinchi osh xamiri olamiz. Osh xamirimiz uchun un, keyin ozroq osh xamiri ichida margarin, keyin tuz, albatta keyin shakar oldim. Keyin boynagi osh xamir tayyorlagandan keyin osh xamirni ichida boynagi solishga, xamirimizni ichiga solishga bir undan atalar tayyorlaymiz. Unlik atalar. Buning uchun men sut oldim. 2 litr sut oldim. Keyin bunga albatta un qo'shamiz. Albatta ozroqgina tuz qo'shamiz, juda ham kam. Keyin men ozgina shu boynagi sutlik atalarimizni ta'mini o'zgartirish, salgina yaxshi bir ta'm berish uchun men bir oq shokolad oldim. Albatta shokolad bo'lmasa, boynagi izgishoni malako yoki ko'ldirilgan sut deyiladi. O'shandan bir uchrashgan ishlatsalarga bo'ladi. Uni ta'mlaringga qarab shirinroq bo'lsa, ozgina nima ko'proq ishlatinglar. Agar uncha shirinni yaxshi ko'rmasalar ham, agar 2 loshkani nima shirin qilmaydi, salgina ta'mini o'zgartiradi. Solishlaring mumkin. Bizlar endi uncha shirinni yaxshi ko'rmaymiz, shuning uchun bizlar 100 gram oq shokolad oldik. Endi osh xamirini tayyorlaymiz. Birinchi men margarinni soldim, chunki ustiga issiqqina suv solsam darrov eriydi. Suvim albatta issiqqina. Suvni solaman. Bismillahirrohmanirrohim. Yo Alloh, yo Pir ustozlar. Ozgina bu issiq suv bilan sal erisin. Endi tuz bilan shakar. Shuni bir osh qoshiqdan juda ham silagina osh qoshiqni to'ldirmadim, lekin shakarni bir osh qoshiq to'ldirib oldim. Chunki shakar boynagi ozgina margarin boynagi xamirimizni yumshatadi. Endi solaman. Bismillahirrohmanirrohim. Yo Alloh, yo Pir ustozlar. Endi ozroq xolasalaring tuxum solib yorishlaringa mumkin. Osh xamirini baribir ta'mir. Birinchi shu ovqatimizni shu boshlanishi osh xamirini o'shani ta'mini yaxshilab olishimiz kerak. Endi unni solaman. Bir kilogram un soldim. Albatta bu anchagina bo'ladi. Men albatta buni tayyorlashni oson yo'lini ko'rsatyapman hozirgi yoshlarga. Endi oldin osh xamirini tayyorlab olamiz. Osh xamirimiz tayyor bo'lib qoldi. Endi olsagan bo'ladi. Endi olamiz bu. Bu katta-kattagina osh xamir qildim. Endi buni ikkita zo'g'ala qilib tindiribgina qo'yamiz. 15 minutlar tindiramiz buni zo'g'ala qilib. Endi albatta men buni osongina yo'llari bilan ko'rsatyapman hozir yoshlarga. Bitta zo'g'la qilib tindirib qo'yamiz. Tinib tursin, keyin yoyamiz. Alloh xohlasinlar ilohim. Ana bo'ldi. Buni ustini yopibgina endi tindiribgina qo'yamiz. Bo'ldi, endi osh xamirini tindirib 15 minut tindiribgina qo'yamiz, o'ziga kelsin. Keyin boynagi yoyamiz. Endi boynagi sutlik nimamizni ichiga soladigan sutlik atalarimizni tayyorlaymiz. Qani ko'ramiz. Agar 2 litr ko'proq qilsa, solmaymiz, kamroq solamiz ozroq. Her sefer
Endi bu shokoladlarni maydalab solamiz. Yaxshi erishi uchun. Allohim mehribon. Shokoladlarni soldim. Endi unni solaman. Bir stakan, stakanim uncha katta emas. Stakanim kichkinaroq. Sizlar agar yarim litrgina unni sutni qilsalaring, sizlar bir 2 kiloshkagina solsalaring bo'ladi. Agar 1 litr sutlaring 1 litr bo'lsa, albatta kamroq odam bo'lsa, sizlar 4 loshka bilan bo'ynaga osh qoshiq bilan 4 osh qoshiq bo'ynaga un solsalaring bo'ladi. Avval unni yaxshilab aralashtiramiz va shokoladlarni ham soldim. Yaxshilab aralashtiramiz. Albatta keyin qaynaganda shokoladdan bo'ynaga erib ketadi. Bu uni yaxshilab aralashish kerak, bo'lmasa tugun bo'lib qoladi unimiz. Yaxshilab aralashtiramiz, o'zi olovda qo'yamiz. Albatta bu pishguncha bir qaynasa, o'zi bir qaynasa bu pishadi. Bir qaynab chiqquncha ehtiyot bo'lib buni tagini kovlab turamiz. Chunki bu tagi tez oladi sutni. Mana shuning uchun buni kovlab qizg'ab turamiz. Pishguncha bir qaynasa yana biroz qarab turasiz, quyildimi, bu pishdi hisob. Uni yaxshilabgina aralashtirib oldik. Endi bo'ynaga olovga qo'yib bir qaynatamiz. Qaynab chiqsin, qo'zg'ab turasizlar lekin bu chunki bunga un soldik, buni tagi albatta oladi. Buni qo'zg'ab bir qaynasa yana 1 minutgina qaynatamiz. O'zi quyildimi, bu pishdi hisob. Bu atalat tez pishadi. Endi olovga qo'yamiz. Olovga qo'ydim. Endi buni to'q qaynaguncha albatta buni qo'zg'ab turaman. Qaynab chiqsa ham yana 1 minutgina qaynatamiz. Bu quyildimi, bu pishdi hisob. Buni ko'p pishirib o'tirmaymiz buni. Mana osh xamirimiz ham tayyor. Osh xamir damini oldi. Endi olib osh xamirimizni yoyamiz. Albatta buni un bilan bo'ynaga un sepib, urvoq sepib, albatta yoyasizlar, chunki yopishib qolishi mumkin. Yana osh xamirimiz ham yoyildi. Yaxshi yoyildi osh xamirimiz. Endi buni kesamiz. Osh xamirimiz ham katta. Endi xamirimizni kesamiz. Bu albatta bu juda ham oson. Xamirimizni kesamiz. Xohlasalar men bir kasilkani qopqog'ini oldim. Sizlar tarelka qo'ysalaring ham bo'ladi. Kattaroq qilsalaring ham bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Ilikkina kesib oldik. Bu bo'ynagi bu stolimizdagi nimani kesmasin, pichoq. Mana sutlik atalamiz ham yaxshi tayyor bo'ldi. Juda ham yaxshi bo'ldi. Endi 4 tagina tuzni lekin oxirida solib yuboringlar. Atalamiz ham tayyor bo'ldi. Mana juda ham obi-tobiga tayyor bo'ldi. Hozir ozgina to nima bo'lmaycha bu yana bu quyilib qoladi. Hozir normalni quyuqligi normalni. Chunki buni agar quyuq qilsalaring, keyin butun qotib qoladi bu. Shuning uchun buni quyuqligini qaradilaringmi? Quyuq suyuqligini. Hozir bu yerda olamiz to bo'ynagi tayyorlagunimizcha. Endi shu bo'ldi. Bu tayyor bo'ldi. Endi oxirida ozgina tuzni solamiz. Tuzni ko'p solmaydilar uncha. Chunki buni ichida shirinligi bor. Shuning uchun kamgina solamiz. Buni hamisha bu tuzni oxirida solinglar. Bo'lmasam bu ba'zi vaqtda sutimizni kesib qo'yadi. Atalamizni buzadi. Sutli ovqatlarni hamisha bo'ynagi tuzini oxirida solamiz.
Mana xamirlarimizni kesib, endi pishirib olyapmiz. Buni albatta ozroqgina yopishmasligi uchun kam-kamgina moylab qo'yamiz bunday. Yopishmasin. Semichka yog'idan soldim. Mana Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Mana yupqamiz ham tayyor bo'ldi. Yupqani tayyorladik. Endi buni bir salafanga solamiz. Bu qotib qolmasligi kerak. Buni salafanga solib issiqqa saqlash uchun ustini hozircha nima yopibgina qo'yamiz. Bo'lmasa bu nimamiz yupqalarimiz qotib qolishi mumkin. Mana yupqalarimiz ham tayyor oldim. Sal sovib ham qoldi. Endi yupqalarga bu tayyorlagan atalamizni solamiz. Keyin kam-kamgina yog' bilan ko'p yoqqa buni qovurib shunday shildiq yoq qilmaymiz. Kam-kam yoqqa keyin. Mana endi bu atalani qancha solishlaring albatta bu xohishlaringga bog'liq. Xohlasalaring ko'proq solishlaringga mumkin. Agar kamroqni xohlasalaring kamroq solinglar. Yana bir marta sizlarga nima qilaman? Bizlar albatta uncha shirinlikni uncha yaxshi ko'rmaydi bizlarni bolalar. Shuning uchun men bitta 100 grammlik oq pletishni shokoladdan soldim. Endi sizlarga agar shokolad bo'lmasa, izgushoni moloko solishlaring mumkin. Boynaga albatta 2-3 loshka solsalaring uni shirasi umuman bilmay ketadi. Sizlar ko'ringlar, xohishlaringga qarab shiringina yeyman desalaring ko'proq solinglar. Uni ta'mini o'zlaringning xohishlaringga qarab albatta o'zgartirib olinglar. Yana chiroyli chiqayapti. Salgina yog'ladim. Endi buni yoqda uni ko'p yoqqa solishda yog'lik deb ketadi. Yog' albatta hozir yog' kasalliklarni olib kelyapti. Harakat qilinglar yog'dan uzoqlashishga, kamroq yog' ishlatishga. Mana kam-kamgina yog', faqat cho'tka bilan salgina sikaratgan yog'ladim. Endi sizlar bilan xayrlashib qolaman. Mana ko'ringlar, sudraqmalarimiz juda ham chiroyli chiqdi.
albatta tayyorlab ko'rishga harakat qilinglar. Endi yanagi ko'rishguncha sizlar bilan xayrlashib qolaman. Albatta bittagina kommentariyada like bosish ham eslaringdan chiqmasin. Yaxshi kunlarda yana siz bilan ko'rishamiz. Dunyo tinch bo'lsin. Ilohim hamisha sizlar bilan ko'rishib yurishni Alloh mehriboni nasib qilsin. Rahmat sizlarga.